Dey qo'y. Men bunday ish yo'q. Dey qo'y. Shu kerakmidi? Aka, mas'ullik etdim shuni. Tutturdi. Hey, shu kerakmidi hozir mana? Mana shu kerakmidi? Qiti. Kam. Maqilding, maqib qo'yding, kam. Hammasi yaxshi aka, tushuntirdim. Shunda qo'lim uchun tegizganim yo'q. To'g'ri tushundim. Lekin sizga, okey. 2 soat muhlat, pulimni qilib bering. Aka, hozir mana bunaqa qildi. Soatda man qo'yib keldim. 1,5 soat. 1,5 soat. Tushundingizmi? Bo'ldi, tushundim. Okey, bularni bila. Bularni o'zini tilida gaplashish kerak, okey? Mana shunaqa gaplashish kerak bularni. Ya, aka, tinchlik nima bo'ldi? Aka, qaqa olib keldingiz mana? Ya, aka. Kim ishlatyapsiz uyingizda, aka? Sizlarga o'xshagan. Tovog'imga qalam qo'yuvdim, bola chaqam ko'z oldimdan o'tib ketdi. Aka, boshqa unaqa ish qilmayman, tavba qildim. Va chaqir